Osmonni sevuvchi akalar, sizlar uchun 5-4 dahasdan 4-qavatdan 2 xonali kvartira topib qo'ydik. Arenterga keladigan bo'lsak, shundoqqina eski akademik litseyni ro'parasidagi dom. Remontlari yaxshi holatda. Qanunda birgalikda ko'ramiz. Ketdik. Bismillah. Mana azizlarim, xonadonimizga kirib oldik. Kirganimizda yaxshi, kengina, patologlari baland prixoshkamiz kutib oladi. Kirganimizda shundoqqina chap qo'limizda bitta kattagina zal qismi. Zalimiz mana ko'ryapsiz. Remontlari yaxshi holatda, patologlari ham balandgina. Bu yoqdan shundoq 4-etaj bo'lgani uchun havolar shundoqqina yaxshi aylanib turadi. Maza. Undan o'tganimizda bu yoqda yana bitta ikkinchi xonamiz, ya'ni yotoqxona qismi. Yotoqxonamiz ham remontlari yaxshi holatda. Ko'rib turganingizdek, bu yoqda bitta oila kelib, maza qilib yashaydigan holatda. Undan o'tganimizda bu yoqda 2 xona bo'lishiga qaramasdan, tualet vannalari alohida, mana vannalarga yaxshi kafillarni chiroyli holatda terib qo'ygan. Undan o'tganimizda bu yoqda hojatxona qismimiz. Hojatxonadan o'tganda bu yoqda ayollarning sevimli xonasi, ya'ni oshxona qismimiz. Bu yoqda o'zingiz xohlagandek chiroyli mebellarni olib kelib yasatib, taxlab qo'ydirib olsangiz bo'ladi. Oshxonadan o'tganimizda balkonimiz kutib oladi. Balkonimiz mana ko'rib turibsiz azizlar, boshqa kvartiralarga qaraganda kattagina, 6ga 2. Bu yoqda yaxshi holatda tapchanlarni qilib qo'yilgan. Oynalari akfadan o'rnatib qo'yilgan. Mana azizlarim, xonadonimizni ko'rib oldik. Gaz, svet, suvdan mutlaqo muammo yo'q. Garodskoy otopleniyalari yaxshi isitar ekan. Bu uyimizni egalari narxini 27200 etib belgiladi. Pastda raqamlar qoldiramiz. To'liqroq ma'lumot olish uchun aloqaga chiqsalaringiz bo'ladi. 5-4 dahasdan 2 xonali kvartira qidirib yurgan tanishlarga bu videoni yuborib qo'yamiz. Bizga obuna bo'lishni unutmang.